Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. YouTube ishqibozlari va tablik ishqibozlari. Mana boya pul qilishga ketyapman deb video qo'ydim. Afsuski pul qilish jarayonini olishga odam topolmadim. Haydab bo'ldik mana, xudo xolasa. Ko'ringlar, mana zavodskoy pulik bu, korpusi zavodskoy. O'sha Smargonskiy deydi, bu Smargonskiy emas, MTZning puliga birinchi chiqqan 1980-yilga chiqqan MTZning zavodskoy puliga ular Lidovskiy degan zavoddan chiqqanmish. Lidovskiy degan birkasi bor, bu Smargonskiy emas, lekin bir xil. Faqat buni Smargonskiydan farqi mayt ko'proq qayilgan. Atek razmeri bir xil. Bu yoq zuburdikka mosladim. Mana ko'ringlar, zavodskoy pulik. Birinchi yer haydashi bu zanglab yotgan pulik. Faqat mana lemi ochildi, xudo xolasa atvali ham ochilib sal yaltiragandan keyin yerni zo'r, yana ham zo'r oladi. Hozir ham bo'ladi, yomon emas. Mana haydalgan yer 5 sotik. Ikkinchi skorost, uchinchi skorostda 2,5 soatda haydadim, sekin dam olib, orada dam olib. Bu yilgi pulik sezon birinchisi, shuning uchun birdaniga qattiq haydamay sekinroq haydadim. Charchab qolishda inobatga olish kerak. Charchab qolsangiz keyin qiynalasiz. Chuqurligi 20-18 shunaqa olyapti. Bu traktor emas. Traktor bilan hech qachon motoblok taqqoslash kerak emas. Sabab traktor kuchli baribir. Agar yer normalniy tobida bo'lsa, traktorga o'xshab oladi, 20-25 ham oladi. Va albatta uni odamning o'zini haydashiga bog'liq. Bu yerimizga suv qo'yilgan, naryoqlar quruq. Bu yoqlari yaxshi chiqdi. Endi mana mayt qiyshiq bo'lgan sabab bor, orada o'chib qoldi. Apparaturam farsonga ketdimi desak, u boya daraxtga oldi sal urilganda bakdan tushgan filtrda krayniga yopilib qolgan ekan. Zubri borlar, shunga ham e'tibor beringlar. Tutab o'chib qoldi. Mana bu shu krayniga yopilib qolgan ekan, tepaga surilib qolgan. Qaramaganmiz. Keyin qarasak, kraynik yopiq. Shunisiga ham e'tibor beringlar. Pulik xudo xolasa yana 2-3 ta loyroq yer haydasak ochilib ketadi. Ana undan keyin videosini yana tashlayman. Ko'ringlar, mazza qilinglar. Obuna bo'linglar, like bosinglar, kommentariy yozinglar. O'sha gap, bilmagan narsani so'ranglar. Agar yana ham zubur pulik bo'yicha yaxshiroq bilsanglar, kommentariyaga yozinglar. Men bilmaganlarni o'rganay. Omad hammaga. Ko'ringlar, mazza qilinglar. Zubur legenda. 6 yil bo'ldi, xudo xolasa.